Ramazonda avvalida biz bir murojaat qabul qilgan edik. Davlatimiz rahbari ko'rdinglar, juda katta muruvvat qildilar, ijtimoiy ko'mak berdilar, iqtisodiy ko'mak berdilar. 1 trillion 50 milliard pul kam ta'minlanganlarga, bemorlarga, juda ko'pchilikka tarqatdilar va Ramazon munosabati bilan mana shunday ihson qilishlardan ko'zlangan maqsad bir odamlarda qalbiga Ramazon shukuhi kirsin, kam ta'minlanganlar ham bir mamnun bo'lsin. Va shun bilan birga Ramazon oyida bir oziq-ovqat mahsulotlarining qimmat bo'lishini oldini olinsin deb alohida maxsus qarorlar chiqarib juda ko'p harakat qildilar. Shundan ta'sirlanib biz ham ahli ilmlar, xususan diniy idora ulamolar nomidan murojaat qabul qilgan edik. Iltimos qilgan edikki, Ramazon oyida mehr muruvvat, ihson, yaxshilik oyiga o'tkazaylik, qimmatchilik qilib to'xtataylik degan edik oziq-ovqat mahsulotlarini. Mana kecha ko'pchilik bilan gaplashyapman. Ming rahmat, juda ham ko'p tijoratchilarimiz hatto oldingi sotayotgan savdolaridan 50% qisqartirib sotib odamlarga yaxshilik ulashyapti ekanlar. Oziq-ovqat bilan shug'ullanadiganlar, hatto kiyim-kechaklar, xalqimiz azizlar mehr muruvvat qilishga uyg'ondi. Umid qilamizki, endi har yili Ramazon mana shunaqa shukuhda o'tadi. Men orzu qilardimki, har yili Ramazon oyi kelsa, odamlar farzandlariga ozgina sabr qilib tur, Ramazon oyi kirsa men senga bu narsa olib beraman deb Ramazonni kutadigan bo'lib qolsa edi deyardik. Allohga shukr, shu kun keldi azizlar. Shuning uchun men alohida mana shu tadbirkorlarimizga, tijoratchilarimizga, savdogarlarimizga Ramazon munosabati bilan arzonlashtirib sotayotgan kambag'al, yetim, yesir, beva bechoralarning holidan xabar olib zakot va ihsonini qilayotgan har bir azizlarimizdan Alloh rozi bo'lsin deb Allohdan so'rab qolaman. Sarflaganingizni o'rnini Alloh ko'paytirib to'ldirib qo'ysin ilohim.